Omaqsıvaqdaşlar, bugungi hikoyamiz Danishmand nima dedi? Burun 3 mergan ovga chiqib bir-birini sinishibdi. Ular o'qiya etishayotganda uchqur at mingan bir yo'lovchi odam kelibdi. Atqa merganlarning ko'zi tushib, "Tulparingizni sitib bersangiz" deyishibdi. Yo'lovchi ularga "Tulparimni sotmayman, lekin uchunglarga 3 xil yaning o'qidim bir qancha taldim beraman. Kimning nishonga tegmagan o'qi ko'p bo'lsa, etim shuning bo'ladi. Ammo shart shuki, nishonga tekkizish uchun butun mahoratinglarni ishga solasizlar" debdi. 3 mergan ma'qul bo'pti. Yo'lovchi ularning birinchisiga oq, ikkinchisiga qizil, 3-chi merganga qora o'qlarni berib, nishonga bir dona tavuzni qo'yib, "O'qni tanglar" debdi. Merganlar tulparni qo'lga tushirish maqsadida o'qni nishondan boshqa taraflarga itaveribdi. Shu chaqda ularning yiniga bir danishmand kelib, "Bu nima qilganinglar?" debdi. 3 mergan bo'lgan ishni so'zlab beribdi. Danishmand ularning so'zini anglab, "Mundaq qilsanglar, otni olmaysizlar. Buning uchun mundaq qilsanglar bo'ladi" debdi. "Aytinglar-chu, danishmand zoti nima dedi?" Danishmand nima dedining javobi. Ularga o'qlarini o'zaro almashtirib, nishonga etish haqida maslahat berdi. Shuning bilan ular butun mahoratini ishga solib, nishonga tekkizish uchun atadi.